Nima desam kerak? Xotiniga aytsin, bir kunda bir marta bo'lsa ham telefon qilib tursin. Ha, telefoning grom emasmi? Xotinchangga ayt, bir kunda bir marta bo'lsa ham onangga telefon qilsin, qaynonasi oxira. Qilyapman-ku, ko'tarmayaptilar. Qilayotgan ekan-ku, dada. Baloni qiladi, xo'pmi? Siz ham og'zingizni ochib, bunday lallay o'tirmasa, erkak o'xshab dadil gapiring. Xizmatni qilmaganga yarasha. Hey, meni gapimni qaytarmaydi, o'zingiz gapiring. Ha, qo'rqasanmi xotiningdan? Ya? Zo'r gapirdi. Nega qara, xotiningga oid qarindoshlar guruhiga onlayn kiryapti-da, indamay o'tirib chiqib ketyapti. Yozsin. Nima bizni pisand qilmayapti ya? Ha? Siz ham gapiring bunday. Gaping o'tmayaptimi o'g'lim? Dadil gapiring. Dadil gapirganda ya. Men sizga aytyapman. Yozsin. Yozsin, tushundingmi? Ey erkak. Qarindoshlar gruppasi nimadir deyormi? Nima deyman, nimani har kuni gaplashyapti, turisham. Xo'p, degan bir marta nimadir deyorgiz qarindoshlarimga onasimiz. Ma? Voy, assalomu alaykum, onajon, yaxshimisiz? Bunday tuting, kallam katta ko'rinib ketyapti. Sizlar shunday sog'indik. Yaqinda boramiz. O'chiring. O'ylab qolasanmi? Bo'limi shoh chiqdimi endi? Nimani hal qildi shu? Nima bo'ldi? Oy ko'rsatdimi shu? Men bekarchimanmi bular bilan gaplashib o'tiradigan? O'zi antinam yaxshi emas meni. Men qutdim antina yo'q. Evvel mujika makasan ekansan o'g'lim. Bitta opang bor. Shuni tug'ilgan kuni bilan xotinchang tabriklay olmadimi? Har kuni bu 40 ga kiryaptimi? Esidan chiqibdi, antinasi yo'q edi. Antenasi yo'q ekan, ota. Bahona qilmasin, xo'pmi? Mobius sim kartasini ishlatsin. Xorazm Qoraqalpog'istonda hozir internet birinchi o'rinda turibdi. Antenalari-chi, yappa yangi